بيان علم الأحكام. والقاعدة الكلية في مباحث الأحكام أحكام بحث لره أحكام توسط بحث قلنا ديجان أولنا حقيقة كل قاعدة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث بالملة الإبراهيمية الحنيفية. فتحقيقنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر قلب جنة الجلة إبراهيمي حنيفي ملة بلال ملة إبراهيمي حنيف إبراهيم عليه السلام دين النام. فلازم إبقاء شرائع تلك الملة بس لازم بولده وش ملتنا قانون لرنا مسلمنا تقالر مالك وش ملتنا ما وصلوش أنا قالش كده. وأن لا يحدث أي تغيير في أمهات مسائلها و پیدا قلن مسئله برار تهم تغییر o'zgartirishlik birorta o'zgarish paydo bo'lmasligi kerak asosiy masalalarning onalarida, ya'ni asosiy masalalarda katta poydevor masalalarda hech qanaqangi nima paydo bo'lmasligi kerak. Namoz, ro'za. Ko'rinishlari, shakllari boshqa bo'lishi mumkin, lekin namoz degan narsa bo'lishi kerak, haj degan narsa bo'lishi kerak, zakot degan narsa bo'lishi kerak. 40 dan bir bitta 20 dan bo'lsa, 40 dan bir bo'lgan o'xshaganda asli turishi kerak. Allohumma illa takhsisan li'umumatiha illa faqat om bo'lgan narsalarni xoslab qo'yilgan. Keyinroq sal torrab qo'yilgan masalan. Va ziyodatu lit-tawqitot vaqtlarini belgilashda ziyodalik bo'lgan at-tahdidat fiha vaqtlarni masalan oldin masalan 50 vaqt 5 vaqt qo'ygan va tahdidat fiha namoz vaqti ro'zani masalan kechqurun masalan bir odam shomni nima qildi? Uxladi. Shomdan keyin uxlasa uyg'ondimi? Uyg'onib boshqa saharlik qilish mumkin emas. Tong'atgani yo'q, tong'atgani bor. Bir marta uxlab turgandan keyin saharlik qilmaydi. Illa Xudo taolo tahdidotda keyin vaqtni belgilashda, chegaralashda endi tongdan qilardi. Tongdan boshqa ish mumkin emas. Kechasida mumkin. Shunga o'xshagan masalan tahdidotlar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin ro'za degan narsa bo'lganda tahdidot boshqacha, tavqitot boshqacha, vaqti boshqacha. Va amsollar shunga o'xshash masalalarda o'zgargan bo'lishi mumkin. Illalik ummahat masoil turgan uni. Valamma aradalloh subhanahu va taala an yuzakkiyal araba bi nabiyina sallallohu alayhi vasallam. Vaqti Xudo taolo xohladiki arablarni janob Rasululloh bilan poklashligini, tarbiyalashligini. Va yuzakkiya sa'iral aqalim bil arab. Boshqa davlatlar, boshqa iqlimlarni esa Xudo taolo arablar bilan poklamoqchi. Janob Rasululloh bilan nimalardan adab beradi? Janob Rasulullohning vaqtlarida arablarni tarbiyalaydi. Arablarning vaqtida Xudo taolo butun olamni tarbiyalashni xohlagan. لازم أن تتوكل مادة الشريعة صلى الله عليه وسلم من رسوم العرب وعاداتهم. لازم bo'ldi tarkib topmoqligi janob Rasulullohning shariatlari arablarning rusum odatlaridan, urf odatlaridan tarkib topmoqligi lozim bo'ldi. Nima masalan arablarda bor odatni Xudo taolo bizga nima qilish kerak edi? Yo Xudo taolo avval arablarni baqing. Chunki arablarni poklashlik bo'lgandan keyin arablarning shariatan ularning arablarning odatlariga muvofiq bo'lish kerak. Ular masalan ular bilgan hisob oyni hisobini arablar bilgan, boshqa olam hammasi quyosh bilan hisoblagan. Lekin buyruqni Xudo taolo arablarga nima qilgan? Chunki arablar oyni hisobi bilan kun ko'rgan. Keyin Ramazonni belgilashda, hajni belgilashda hammasini arablar bilan hisoblab yurgan odatga muvofiq emas. Endi arablar kim dunyoga tarqadi, keyin odat xalqning keyin ko'rib ketaveradi. Dunyo boshqa mamlakatlar bilgan odatlar bilan vaqt arablar nima qiladi? Buni kalmas. Demak lozim bo'ldi, lazima anta takawwana maddatu shariati sallallohu alayhi vasallam lozim bo'ldi tarkib topmoqligi janob Rasulullohning shariatlarining moddasi asli min rusumil arab va odatihim ularning rasm odatlaridan. Fa iza an'amta an-nazara fi majmu'i shara'i' al-millat al-hanifiyya agar nazarni chuqur qilsang, yaxshilab qarasang, millat hanifiyyaning tamom qonunlarini, shariatlarini qarasang, va lahasta odatil arab, keyin arablarning odatlarini ham mulohaza qilsang va rusumahum ular rasmlarini, rasm urflarini maqsang, mulohaza qilsang, va ta'ammalta fi tashrif sallallohu alayhi vasallam alladhi huwa bi manzilati al-isra wa at-tahlib laha. Ki payg'ambarimiz alayhi vasallamni shariatlarini haqida o'ylasang, qaysi shariatik u bu manzilati al-islah, qo'y odamlarni poklashlik, odamlarni isloh qilishlik o'rnidagi shariatidir. Janob Rasululloh shariati shu shariat haqida o'ylasang, alimta ko'rasizki anna li kulli hukmin sababan har bitta hukmning sababi borligini bilasiz. Va fahimta anna li kulli amrin va nahyin maslahatan har bitta shariatda buyurilgan narsa, har bitta qaytarilgan narsa qandaydir maslahat borligini ham bilasiz.
وتفصيل ذلك يطلب من تفصيلات uzayib ketadi. Ahkomlar haqida qisqacha gap shunday deydi. Nima ahkom nozil bo'lgan bo'lsa, arablarning rusum odatiga qarab nozil bo'lgan. Hozir limit sharh qilib chiqaman. Alloh taolo aksar va beshtar anbiyolar, ikromlar, sodiq shariatlar mabus farmoydi. Xudo taborak va taolo hamma juda ko'p payg'ambarlarni avvaliy shariat bilan birga jo'natgan. Payg'ambarlar avvaliy shariatni olib keladi. Chunki anbiyo ikromlar bahsat sodiq shariat tajdid va lug'um va tavba tariqi isloh. Chunki odatda payg'ambar alayhissalomlar sodiq shariatni tajdid avvaliy shariatni yangilashlik va odamlarni o'rtasida rivoj topgan tarzdagi isloh yo'l bilan isloh qilishlik bilan keladi. Ular bilgul yangidan shariat olib kelishlik uchun yoki yaxshilik va yomonlikni usul qonunlarni yangidan ishlab chiqarishlik uchun kelmaydi ular. Eskidan bor qonunlarni isloh qilish uchun keladi. Endi bilish kerakki, boshqa bir payg'ambar o'zidan oldingi qaysi payg'ambarning shariatidan keladigan, ammo janob Rasululloh Ibrohim alayhissalom shariatlaridan kelgan. Demak, o'sha kishining shariatlari bilan kelgandan keyin o'sha kishining shariatlarining ahkomlari boqiy qolish kerak endi. Urusga bunyodiy masalani tag'ir, uni asosiy masalalarda tag'ir topmaslik kerak hech qanaqangi. Unda turish kerak. Sirf ba'zi masaillarni omroq bo'lsa xoslab qo'yilgan. Ovqatga tayin, vaqtlarni tayinlashda va hududlari, sharoitlarni sharhlashlikda va odoblarda, xullas qandaydir izofa bo'lgan bo'lishi odoblarda. Yana bir narsani yodlab qolish kerakki, Alloh taolo arablarni ona Hazrat sollallohu alayhi vasallam vositalari va boshqa aqvomlar, olamning aqvomlarini arablarning vositasidan bezatishlikni xohlagan. Shuning uchun ona Hazrat sollallohu alayhi vasallamning shariatlarida arablarning rasm va odatlarini xayolini qilingan. Boshqa qavmlarning rusum odatlarini xayolini qilinmagan, mulohaza qilinmagan. Chunonchi millat Ibrohimiyga ahkom masoil arabga rusum odatga qo'l chunki millat Ibrohimiyning ahkomlari, masalalari, arablarning rasm rusumlarini ko'rsangiz va ona Hazrat sollallohu alayhi vasallamni olib kelgan ahkom judi unga janob Rasulullohning ahkomlariga chuqur nazar bilan qarasangiz, ro'z ravshan ochiq oydin ishonasiz ma'lumlarga ona Hazrat sollallohu alayhi vasallam ahkomlari janob Rasululloh joriy qilgan ahkomlarning har bittasi qandaydir bir sabab u kishining amr va nahiylarda qandaydir maslahat borligi. Masalan, on Hazrat sollallohu alayhi vasallam namoz, ro'za, zakot va haj va umra va boshqa ibodatlarni hukmini shuning uchun berganlarki, bu tamom ibodatlar millat Ibrohimiydan bor edi, o'shaning uchun berganlar. Nechun bu hukmni berganlar? Millat Ibrohimiyda bor bo'lganligi uchun hukm berganlar. Qatl, masalan, o'ldirish, o'g'irlik, mahram nasablar, masalan, onani olmaslik, singil olmaslik narsalar, razoi nasablardan nikoh qilishlikni man qilganlar. Shuning uchunki bu ishlar millat Ibrohimiyda hammasi ham harom bo'lgan shu ishlar. Ikkinchi namoz, masalan, namozda Baytulloh tarafiga yuzlanishlik, tahorat, g'usl janobat qilishlik, nusvor qilishlik, og'iz chayqash, burun chayqash, munchi pastga soqol qo'yishlik, tirnoq olishlik, badanni jo'rin badanni bilan yuvishlik, istinjo qilishlik, xatna qilish, masjidi haromda hurmatlashlik, tuya so'ytirgan ikki joydan so'yishlik, dina bola hisobini harkannet qurbonlik kezariga qurbonlik qilib Xudoga qurbat hosil qilishlik, mehmon navozlik, mehmonga hurmat qilishlik, bu ishlar hammasi millat Ibrohimiyning shoiri bo'lgan bular. Arablar ichida rivoj topgan, mukammal kafiy tavil. Bular buni hammasini gapirib chiqamasa juda uzib ketadi, ancha izohga lozim bo'ladi. Qisqachagina ogohlantirib qo'ydim. Nima ish buyurganlar, sababi nima? Har bitta hukm sabab borgan, sababi oldindan bor edi bo'lgan bu ish. Shart hukmni qildilar. Ba'zan bizab odoblarni o'rgatib qo'ydilar faqat yana. Davr tashrih. الجملة قد كانت تطرق إلى العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والذكر فطور عظيم من جهة التساهل في إقامتها واختلاف الناس فيها بسبب عدم معرفة أكثرها وتسرب التحريفات الجاهلية إليها فأصبح القرآن العظيم ذلك الاختلال كله وسواها حتى
استقامة أمرها. أما تدبير المنزل فقد كانت حدثت فيه رسوم ضارة وأنواع تعد وعتو. وهكذا اختلت أحكام السياسة المدنية، فضبط القرآن العظيم لهما أصولا وحد لهما حدودا، وذكر من هذا الباب أنواع من الكبائر وكثير من الصغائر لتحترز الأمة عنها، وذكر مسائل الصلاة إجمالا، واستعمل فيها لفظ إقامة الصلاة، ففصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآذان وبناء المسجد والجماعة والأوقات، وكذلك ذكر مسائل الزكاة بالاختصار، ففصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام تفصيل، وذكر في سورة البقرة، وذكر الحج أيضا في سورة الحج، وذكر الجهاد في سورة البقرة والأنفال وفي مواضع متفرقة أخرى، وذكر الحدود في المائدة والنور، وذكر المواريث في سورة النساء، وبين أحكام النكاح والطلاق في سورة البقرة والنساء والطلاق وغيرهما السور. millat hanifiyyi muharraf o'zgartirib yuborilgan deydi. Millat hanifiyya Ibrohim alayhisolatu vassalom millatlari lekin o'zgartirib yuborilgan. Ana shu o'zgartirib yuborilgan hanifiy millatni isloh qilishdagi islomiy qonunlarni o'rni degan. Davr degan roli deydi o'zi. Davr tashri'il islomiy, tashri' degani shariatni barpo qilish degani, shariatni joriy qilish. Shariatni islomiy shariat, tashri'dan murod shariat bilan islomiy shariatni millati hanifiy o'zgartirib yuborilgan millati hanifiyyani isloh qilishdagi o'rni. Va bil jumla xullas gap. Faqat kana tatarraqa ila al-ibodat, ibodatlarga yo'l topgan edi, kirib ketgan edi degani. Ibodatda tahorat, roza, namoz, zakot, haj, zikr hammasiga futurun azim, ya'ni futur yetgan deyapti-da. Hammasiga katta futur yetgan edi. Min jihati tasahul fi iqomatiha, qaysi jihatdan futur yetgan? Uni qoyim qilishlikdagi beparvolik jihatidan ham. Vaqtilofi nas fi haddi sabab adam ma'rifat aksariha, uni aksarini bilmaslik sababidan odamlarni o'zaro ixtilof qilishligi sababidan ham. Va tasavvur tahrifot al-jahil ilayha, jahiliyat tahrifotlar o'zgartirib yuborilishliklarini ham unga kirganligi jihatidan ham, o'zgartirib yuborilgan ham, ado qilishda beparvo ham bo'lgan odamlar tushunmasdan ixtilof ham qilgan. فأصلح القرآن العظيم ذلك الاختلال كله. القرآن العظيم mana shu halallarni, mana shu nimalarni, nuqsonlarni hammasini isloh qilgan. Va sawwaha, to'g'rilab qo'ygan, hatta istaqoma amruha. Hatto mana shu shariatni ishi mustaqim bo'lgan. O'zgartirib olgani ham bo'lgan, qilishga odamlar bepar qonun bor, bajarmaydiganlar ham bo'lgan. Bittasini aql ado qilish, bittasini aql ado qilish kerak deb ixtilofga har xillar turli har jihatdan futur yetgan ekan. Shariat shuni to'g'rilagan. Va amma tadbirul manzil. Masalan, tadbirul manzil, uy ishlari. Tadbirul manzilda faqat kana tahaddathat fihi rusumun darra. Uy ishlarida juda ham zararli rasmlar paydo bo'lgan. Va anwa'u ta'addin va utuwin. Bir qancha haddan oshishlik navlari paydo bo'lgan. Tajovuz navlari paydo bo'lgan. Masalan, uy ishlarida masalan ota bilan onaning o'rtasidagi ishlar, yangi xotinga zulmda, masalan xotinga zulm yoki qizlik tunrik kun bor, shular ham tadbirul manzilga tegishli gaplar. Tadbirul manzilga qarasangiz shu ishlar bo'lgan. Va haqida ixtilof ahkomus siyosiy al-madaniyya, madaniy siyosat ahkomlari ham o'zgarib ketgan. Bundan mana podshohlik ishlar. Fazabat al-Qur'onul azim lahuma usulan. Qur'on azim ikkovi uchun ham usullarni zabt qilgan. Ikkovi ham qonunlar belgilab qo'ygan. Xotinim yiqilib, masalan xotinni taloq qo'yish yuravergan. Masalan uchta masalan marrasan deb 3 tandan yarashmaslik to'g'risida Xudoy oyat nozil qilgan. Qizini ko'nmaysan degan, bola chaqangni kambag'allik tufayli o'ldirmaysan, xashiyatdan infoq o'ldirmaysan. Va haddada lahuma hududan. Ikkoviga ham chegaralar qo'yib qo'ygan endi. Tadbirul manzilda ham chegaralar bor. Masalan xotin nechta bo'lsa olavergan, 4 ta olasan deb qo'ygan. Tadbirul manzilga tegishli. Va zakara min hadha al-bab anwa'an min al-kabar. Mana shu bobda tegishlik ikkovi tadbirul manzili bilan siyosatul madaniyaga tegishli juda ko'p kaboirlarni ham zikr qilgan. Va kaseeran min as-saghair, kichkina sag'ira gunohlarni buni aytgan bayon qildi. Li tahtariz al-ummatu anha, ummat undan ixtiros qilishlik, saqlanishlik uchun. Masalan, va zakara masail as-salat ijmolan. Namozni masalasini Qur'on ijmolan zikr qilgan. Namoz o'qish to'g'risida. Va ista'mala fiha lafz iqomat as-salat. Va aqimus salat degan narsani zikr qilgan xolos.
Fafassalaha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bil azani va bina'il masjid. Uni namozga tegishli masalalarni janob Rasululloh tafsilotini bil azon aytish kerak, unga masjid qurib ibodat qilish kerak, jamoat bilan o'qish kerak. Mana falan vaqtlar buni deb vaqtlar tafsilotini aytganlar. Va kazalika zakara masail az-zakat bil ikhtisar va atu zakat, tamam. Muxtasar buni zakot to'g'ri buyruq bor xolos. Fafassalaha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayyama tafsil. Yaxshigina tafsil bilan janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tafsil qilib berganlar. 40 qo'yga bitta 30 qo'yga bunaqa molga bunaqa hammasi xullas qilgan. Va zakara sama fi suratil baqara. Savni masalan Baqara surasi qo'zg'alib qilgan. Zakara al-hajj aydan fiha hajda o'shanda zikr qilgan va fi suratil hajj hajda va zakara al-jihad fi jihadni sura Baqara zikr qilgan, Anfalda zikr qilgan va juda ko'p turli mutafarriq o'rinlarda zikr qilgan va hududlarni bunaqa toshbo'ron qilinglar degan gapda o'g'rini qo'lini kesinglar degan gaplar Moidadan Nurda kelgan, meroslarni Xudoylar sura Nisoda gapirgan, nikoh ahkomlarini, taloq ahkomlarini sura Baqarada, sura Niso, taloqda va boshqa xullas suralarda shu ahkomlarni Xudo zikr qilgan. التعريضة التي تحتاج إلى البيان. وإذا عرفت هذا القسم الذي تعم فائدته جميع الأمة فها هنا قسم آخر، وهو أنه كان يعرض عليه صلى الله عليه وسلم سؤال فيجيب عنه أو تقع حادثة يجود فيها المؤمنون بأنفسهم وأموالهم ويمسك المنافقين ويتبعون الهوى فيمدح الله تعالى المؤمنين ويذم المنافقين ويتوعدهم أو تقع حادثة من قبيل الغلبة على الأعضاء وكف ضررهم فيمن الله تعالى بذلك على المؤمنين ويذكره بتلك النعمة أو تحدث خالة تحتاج إلى تنبيه أو زجر أو إشارة أو إيماء أو أمر أو نهي فينزل الله تعالى في ذلك الباب. فما كان من هذا القبيل فلا بد للمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجمالي أمثلتها. التعريضات التي تحتاج إلى البيان. بيانga muhtoj bo'ladigan ta'rifotlar. وإذا عرفت هذا القسم الذي تعم فائدته جميع الأمة mana shu qismni bildingiz endi. Buni qaysi qismiki uning foydasi om bo'ladigan ummatni hammasiga fahauna qismun oxir bu yana bir qism bor. Va huwa annahu kan yurad alayhi sallallohu alayhi vasallam sual. Janob Rasulullohga bir savol arz qilinadi. Fayujibu anhu javob beradilar. Aw taqau hadisatun yajud fiha al-mu'minu bi anfusihim wa amwalihim. Yo masalan gohida bir hodisa bo'lgan. O'sha hodisada mu'minlar nafsi bilan ham, moli bilan ham saxovat qilgan. O'zini ham bag'ishlagan, molini ham bag'ishlagan. Va yusikul munofiquna va yattabi'una al-hawa. Munofiqlar esa qisgan, ya'ni bermagan va havosiga ergashgan. Fayamdahullohu ta'ala mu'minin va yazmul munofiqina va yatawa'aduhum. Xudo mu'minlarni maqtab, munofiqlarni mazammat qilib ularga va'idlar bayon qilgan. Yatawa'aduhum, qo'rqitgan. Yo masalan awtaqaw hodisatu min qabil al-ghalabati 'ala al-a'da. Qanday bir hodisa bo'lgan, masalan, dushmandan musulmonlar g'olib bo'lgan va kaffi zararihim ularni zararlarini Xudo tindirgan, teganda, ya'ni zararlarni tegib qo'yishlik yoki dushmanlarga g'olib kelishlik qabilidan bir hodisa voqea bo'ladi. Fayamunullohu ta'ala bizalika 'ala al-mu'minin. Mana shu narsani Xudo taolo minnat qiladi mu'minlarga. Men qildim shu ishlarni deydi. Va yazkuruhum bitilka ni'mati. Ularni shu ne'mat bilan va yuzakkiruhum bitilka ni'mati. Ularga o'sha ne'matni eslatib qo'yadi. Shu mening ne'matim bo'lgan. Aw tahdusu holatun tahtoj ila tanbih. Yoki mesela bir holat bo'ladida, bir holat o'tadi, mu'minlar ichida bir ish bo'lib o'tadi, o'shanga ogohlantirib qo'yishga muhtoj haligi endi. Shuni qildik, bitta ogohlantirish kerak. Aw zajr, zajr qilish kerak, yoki bir ishora qilib qo'yish kerak. Aw imo, yoki qanday bir imo bo'lish kerak, o'sha voqea holat tepasida yoki bir narsaga amr qilish kerak, yoki bir narsani shu ish tufayli bir ishdan qaytarib qo'yish kerak. Fayunzilullohu ta'ala fi zalika al-bab. Qullar mana shu ish haqida Xudo oyat nozil qiladi. فما كان من هذا القبيل فلا بد للمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجمال. Xullas mana shu qabildan bo'lgan ishlarga mufassir uchun zaruriyki ana shu qissalarni qisqachagina bo'lsa ham bilib olish kerak odam. Ashtiqada o'tganlarda savol bo'lgan, mana bir oyat savolga javob bo'lgan janob Rasulullohning savollariga. Yo bir hodisa bo'lib, ana shu hodisaning tepasiga ham bu eshitib, o'sha qissalarni sababi nuzullar haqida aytmoqda endi. Qisqagina shu narsalarni bilib olish kerak. Mufassal emas, bil ijmol mufassir bilish kerak. ورد التعريضات بقصة غزوة بدر في سورة الأنفال، بقصة غزوة أحد في سورة آل عمران، بقصة غزوة الخندق في سورة الأحزاب، بقصة صلح الحديبية في سورة الفتح،
في غزوة بني النضر في سورة الحشر، وجاء الحث والتحريض على فتح مكة، وغزوة تابوك في سورة البراءة، ورد الإشارة إلى حجة الوداع في سورة المائدة، وجاءت الإشارة إلى زواج زينب رضي الله عنها في سورة الأحزاب، وإلى تحريم السرية في سورة التحريم، وإلى خصف الإفك في سورة النور، وجاء ذكر استماع وفد الجن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الجن والأحقاف، وذكرت قصة مسجد الزرار في سورة البراءة، وأشير إلى خصف الإسراء في أول سورة بني إسرائيل. Misollari. Masalan, shu narsalar aslida ta'rizotlar der ekanda, shu bo'g'ishlar. Oyat ketaveradi. Oyatda nima haqida gap ketirgan yo'qda. Nimaga ishora qilyapti? Nimaga shama qilyapti? Shama borga shama. Nimaga shama qilyapti? Oyat deganda ta'rizotda mana o'sha shama o'sha. At-ta'rizotul lati tahtoj ila al-bayon deyapti shunga. Bayon qilib qo'yishga muhtoj bo'lgan shamalar, ishoralar. Faqat varada ta'rizot fi qissati ghazwati Badr. Masalan, o'sha sura Anfalda g'azvai Badr haqida ta'rizotlar kelgan. Ma'lamu annama ghanimtum min shay'in hammasi o'sha qachon ular g'animat oladi, o'sha g'animat olganlar hammasi Badrlar. Va bi qissati ghazwati Uhud fi surati masalan g'azvai Uhudga sura Oli Imronda ishoralar bo'lgan. Xandaq g'azvasiga sura Ahzob ishoralar bo'lgan. Sulh Hudaybiyaga sura Hajda, Bani Nazirga sura Hashrda, yana Makkani fath qilishlikka qiziqtirish, Makkani fath qilishlikka targ'ibotlar va Tabuk g'azoti haqidagi ta'rizotlar sura Baroatda ketgan. Yana Hajjatul Vadoga sura Moidada ishora bo'lgan. Al-yawm akmaltu lakum. Al-yawmdan murod nima? Nimaga ishora qilyapti? Shu sura Hajjatul Vado. Ishi Zaynab onamiz Janob payg'ambar alayhisolatu vasallam olishlariga qissalar, ishoralar bor. Masalan, maqola Zayd min Hawa tarolar hammasi bitta sura Ahzobda Zaynab onamiz olishlariga ishoralar bo'lgan. Va tahrim sura cho'rlarni harom qilishlik sura Tahrimda, va ifk qissasiga sura Nurda, jinlar payg'ambar alayhisolatu vasallam nimalariga tilovatlariga quloq solganligi sura Jinda Ahqofda kelgan. Masjid Zirorning qissasi sura Baroatda kelgan. Isroning qissasiga sura Bani Isroil avval ishoralar kelgan. هذه الآيات من التذكير بأيام الله. وهذا القسم من الآيات الكريمة في الحقيقة نوع من أنواع التذكير بأيام الله. mana shu qabilidagi narsalar aslida ayyomullohni tayda hisoblasiz bo'laveradi ishlar hammasi. Oldin bo'layotgan ishlarda endi mo'minlar u narigi avvalgi ayyomlar u musulmonlardan oldingi ishlar bo'layotgan nimalarda. Endi o'sha paytda u ayyomulloh bo'lmasa, ayyomullohni hozirgi biz uchun ayyomulloh haqida endi Qur'on nozil bo'lib sahobalar o'tib ketgandan keyin endi biz uchun o'sha ayyomullohda endi mo'minlarga bergan Xudo ne'matlari-yu munofiqlarga Alloh taoloning bergan azoblari haqida Janob Rasululloh davrlarida bo'lgan narsalar endi bizga nisbatan ayyomulloh bo'lib qoldi. Tarix bo'lib qoldi endi tarix. Yo'q hamma tarix qismidan bo'ladi. Ayyomulloh bilan eslatish, ogohlantirish. Faqat qismlar oyatul karim bu qism mana shu qismdagi oyat kalimalar ham haqiqatda olsangiz fil haqiqa naw'un min anwa'it tazkir bi ayyamillah tanusha. Walakin lamma kana hal al-isharat fiha mutawaqqafan ala sama'i qissati muyyizat an sa'ir aqsamiha. Ammo lamma kana hal al-isharat o'sha oyatdagi ishoralar edi nima edi desa fiha mutawaqqafan ala sama'i qissati o'sha qissani eshitishga tavaqquf qilingan edi. Ya'ni o'sha qissani eshitmaganimiz uchun o'sha masala o'sha nimaga ishora bo'lyapti, o'sha hal bo'lmay turaverardi. O'shaning uchun muyyizat an sa'ir aqsamiha ay at-tazkir bi ayyamillohni aqsomlari boshqa aqsomlaridan bu ajrab qoldi deb. U narigi ayyomullohda nimaga ishora qilayotgan deyishga muhtoj emasmiz. Tarixni bilamiz-da. Ammo buni tarixni biz bilmaymiz. Nimaga ishora qilgan to'g'ri bir hadislarni ko'raylikchi degan gapga biz muhtojmiz. O'shaning uchun buni butunlay ayyomni bilkul ayyomullohdan demasan ayyomullohdan bir nav deyapti. Buni hamda nav'un min ayyom min anwa'it tazkir bi ayyamillah deyapti. Valizalika muyyizat an sa'ir aqsam. O'shaning uchun ayyomullohni boshqa qismlaridan ajrab turadi bu.
بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن بالنسبة إلى أهل هذا العصر وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان. ليعلم أن القرآن العظيم قد نزل في لغة العرب القحة المبينة الواضحة، وفهم العرب معنى منطوقه بسليقتهم جبلوا عليها، كما قال تعالى والكتاب المبين. وقال تعالى قرآن عربيا لعلك تعقلون. وقال تعالى كتاب أحكم الآيات مفسرة من الحكيم الخبير. وكان من مرضي الشارع الحكيم عدم الخوض في تأويل المتشابهات القرآنية وتصوير حقائق الصفات الإلهية وتسمية المبهم واستقصاء القصة ما أشبه ذلك. ولذلك قلما كانوا يسألون صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. ولهذا لم يقع في هذا الباب من الأحاديث إلا شيء قليل. ولكن لما مضت تلك الطبقة وتدخل العجم وتركت تلك اللغة الأصلية واستعصى فهم المراد في بعض المواضع، ومست الحاجة إلى تفتيش اللغة والنحو وجرت الأسئلة والأجوبة فيما بين الناس، وصنفت كتب التفسير. لازم أن نذكر هذه المواضع الصعبة إجمالا، ونودر لها أمثلة حتى لا يحتاج المفسر عند الخوض فيها إلى زيادة بيان، ولا يضطر إلى المبالغة في الكشف عنها وشرحها. جواب عندك في بيان وجوه الخفاء. خفاء يعني مخفي لك وجوه وجهلر. الخفاء في معاني نظم القرآن. Qur'onning nazmini, Qur'ondagi nazmni, ya'ni lafzlar. Qur'ondagi lafzlarning ma'nolaridagi maxfiylikni sabablari. Nima uchun ma'nolarni tushunmaydi odamlar hozir? Tushuningizmi? Binisbati ila ahli hazal asr. Mana shu hozir bizga yashab turgan asrga nisbatan olganingizda, avvalgilar tushunavergan. Nimaga bugun kelib arablar bo'lsa ham debdi. Binisbati ila hazal asr Qur'onning nazmidagi ma'nolarni tushunishda maxfiylik paydo bo'lib qoldi. Maxfiylikni vajhlarini bayon, sababi. Va izolat zalika al-khafa bi al-zahiban. O'sha maxfiylikni juda ham izohlik bayon bilan nima qilishlik, zohir qilishlik. Ya'ni shu bob ikkinchi bob mana shuni haqida dedi. O'sha maxfiylikni yo'qotamiz. Yo'qotib beraman debdi endi o'sha. Nima uchun maxfiy bo'lgan? Endi shu maxfiylikni maxfiy bo'ladi. Nima maxfiyni hamma tushunaveradi shuni. Liyo'lam. Bilinsinki أن القرآن العظيم قد نزل في لغة العرب القحة المبينة الواضحة. bilinsinki albatta Qur'on azim arablarning ochiq oydin asl zo'r lug'atida nozil bo'lgan. Rosa arab tilida nozil bo'lgan. Fasahimal arab ma'na mantuqihi. Arablar tushungan ma'no mantuqihi. Mantuqihi ya'ni nutqlangan labzini ma'nosini arablar tushungan bisaliqatihim allati jubilu alayha. O'zlarini o'sha yaratilgan saliqalari bilan, tabiatlari bilan, mijozlari bilan tushunargan ular. To'g'ri bilmaganlar. Aytsa bu tushunargan. Kama qala ta'ala, nimaga Xudo aytgan? Val kitabul mubin degan. Ochiq o'yin kitobda. O'sha ochiq o'yin tilda gapirishgan arablar tushunargan buni. Va qala ta'ala Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Aqllab bemalol tushuninglar deb arablar nozil qilindi. Ular tushunmagan darajada bo'lmaganda, rosa tushunadigan tilda nozil bo'lgan. Ular ham tushunmaganda bo'lmaydi, hozirgi arablar tushunmasa, avvalgi arablarni tushunmaganda bo'lmaydi. Ularda Xudo tushunmasa nima foydasi bor kitobda? Tushungan o'shalar. Va kitab uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin. Tafsiloti bilan bo'lgan bu Qur'on. Mustahkam bo'lgan. Ular tushungan ular. Va kana min marfi ash-shari' al-hakim adam al-khawf fi ta'wil al-mutashabihat al-qur'aniyya. Shari' hakimni mardisidan edi. Ya'ni hakim zot. Alloh taoloning shari' zot. Shariat egasi bo'lgan zotning mardisidan edi. Ya'ni shu narsa rozi qilardi Parvardigorniki adamul xawzi fi ta'wil mutashabihat al-qur'aniyya. Qur'oniy mutashabih oyatlarda ta'wil qilishlikka sho'ng'imaslik adamul xawz sho'ng'imasa Xudo rozi bo'ladi. Ta'wil qilaman. Va tasvir haqoiq sifat al-ilohiyya va tasmiyat al-mubhami va istiqsa' al-qasasi. Nima ashba zalika. Ilohiy sifatlarni, haqiqatlarni tasvirlashlikka sho'ng'imasa Xudo rozi bo'ladi. Xudo taoloning qulog'i bor, nauzubillah, qo'li bor, deb turib bandani sifatiga o'xshaganda qilib sifatlab beraman deyishlikka sho'ng'isa Xudo undan rozi bo'lmaydi.
va tasmiyatil mubhami mubham narsalarni tasmiya qilishlikda qissalarning istiqsosida ya'ni mubham narsa noaniq narsa vaja'a rajulun min aqsal madinati rajulun o'sha odamning otini nima turib tasmiya qo'yadi qiziqadi odamlar tasmiyasini endi haligi imroati fir'avn otini nima edi ekan Zulayho nima Iso alayhisolamning nimasining oti malikaning oti Zulayhomi ekan mubham turibdi tamom Qur'onga shu mubhamni ot qo'yaman deb qiziqmasa xudo rozi bo'ladi mubhamga ot qo'yishga qiziqmaslik yoki qissalarni xudo o'sha qissani nima qilib gapirdimi o'shani o'zidan turaverishga uni istiqso qilib boshdan oxirigacha biz tafsilotlar bilan tekshirib chiqishimiz kerak o'sha qissani demasa xudo rozi bo'ladi undan va ashkar ذلك xuddi shunga o'xshagan ishlar وكان من مرضي الشارع الحكيم عدم الخوف شونغمسلك في تأويل المتشابهات القرآنية وتصوير حقائق الصفات الإلهية وتسمية المبهم واستقصاء القصص وما أشبه ذلك شنا إشلان قمسها مغفولة وذلك قلما كانوا يسألون صلى الله عليه وسلم وشانوش لذلك قلما كانوا يسألون صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك جناب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابة أقل لفرات بغانش شو إشلان خدا مبهم قلدم bir hikmati bor agar shuni otini bilishlik foydasi bo'lganda xudo otini aytgan bo'lardi sahobalar janob rasululloh bu ishni so'ramas qissani mukammal aytib bering demasdi xudo aytganini ular qanoat qilaverardi janob rasululloh so'ramasdi nima uchun xudo taolo nima debdi alif lam mim deb qo'ya qolibdi alif lamni ma'nosi nima deb so'ramasdi istivodan murod nima demasdi ular tamom shunday shurtni qabul qilaveradi ولهذا لم يرفع في هذا الباب من الاحاديث الا شيء قليل o'shaning uchun mana shu bobda ya'ni mutashobihni tafsirdan so'rashlik bu hamda oti nima edi oti emas oti nima edi deyishlik qissani hammasini aytib bering degan boblarda hadislar ko'tarilmagan ya'ni marfu hadislar yo'q rivoyat qilgan hadislar illa shay qalil bor harom bitta borish mumkin lekin hamma voqeani so'rab chiqmagan ular bittasi kimdir so'rab qo'ygan bo'lishi mumkin shay qalil bor harom walakin lamma madat tilka tabaqa lekin o'sha zotlar o'tdi endi sahobalar o'tdi وتدخل العجب وكلا وتركي نملار كردين ichkariga ajamlar kirdi dinga وتركت تلك اللغات الأصيلة وش أصل اللغات tark qilindi tili ham buzilib ketdi bularda Qur'onni tilda bilan uzoqlashdi تركت تلك اللغات الأصيلة واستعصى فهم المراد في بعض المواضع ba'zi o'rinlarda murodlarni tushunishlik uzoq bo'lib ketdi murodni maqsad tushunilmaydi bo'lib ketdi ular o'zi arabman deydi Qur'on arab tilida lekin tushunmaydi ajamlar kirgandan keyin ajamni kirdigan ajamni lug'ati ham kiradi bular ichiga arab maslar kirib arab maslar lug'ati ham kirdi ومثل الحاجة إلى تفتيش اللغة والنحو كي إن حاجة paydo bo'ldi lug'atni taftish qilishga nahvni taftish qilishga o'zi arab lekin lug'at taftish qilishga majbur bo'ldi ota-bobo shuni bari tushunadi lekin shuni ota-bobo tushunaveradi lug'at bilan buni lekin bir uzoqlashib ketgandan ota-bobo nima der ekan deb lug'at taftish qilishga majbur bo'ldi وجاءت الأسئلة والأجوبة فيما بيننا odamlar o'rtasida savol bo'ldi u javob bo'ldi فيما بيننا o'zaro aytib nima degan gaplar o'sha sahobalarda paydo bo'lmagan savol bularga paydo bo'lishni boshladi وصنفت كتب التفسير كي تفسير kitoblar yozildiki haligilar bayon qilamiz deb لازم أن نذكر هذه المواضع الصعبة إجمالا xullas mana shu ishlar bo'lgandan keyin nima deydi turib lozim bo'ladiki biz zikr qilmoqligimiz o'sha qiyin o'rinlarni qaytira odamni asosan qiynaladi tushunmasdan ana shu o'rinlarni ijmolan qisqachagina bayon qilishga keyin majbur bo'lamiz ونورد لها أمثلة o'sha gaplarga biz misollarni vorid qilamiz حتى لا يحتاج المفسر عند الخوض فيها إلى زيادة بيان to'g'ri mufassir o'sha narsaga sho'ng'igan vaqtida kirishgan vaqtida ortiqcha bir bayonga muhtoj bo'lmasin ya'ni tafsirgada qachon ilm tafsirga kirganda masalan ko'p ziyoda qiynalib tushunmay yurmasin ya'ni tushuntirib qo'yadi demoqchi ولا يضطر إلى المبالغات في الكشف عنها وشرحها o'sha narsani kashf qilishlikka o'sha narsani sharh qilishlikka mubolag'a qilishga majbur qolmasin tayyibaman deb qolmasin deb o'sha gaplarni aytib qo'yapman deyapti-da endi qo'yish xudo zarur bo'lgan aytardi shu narsani sani musaffirlik boshqa narsa u boshqa narsalar bayon qilish kerak وصعوبة فهم المراد من الكلام فنقول إن عدم الوصول إلى المراد من اللفظ يكون أحيانا بسبب استعمال لفظ غريب وعلاجه نقل معنى اللفظ عن الصحابة والتابعين وسائر أهل المعاني وأحيانا لقلة الاطلاع على الناسخ والمنسوخ وأحيانا للغفلة عن أسباب النزول وأحيانا بسبب حذف المضاف أو الموصوف أو غيرهم وأحيانا لإبداء شيء بشيء أو إبداء حرف بحرف
أو اسم باسم أو فعل بفعل أو لذكر الجمع مكان المفرد أو بالعكس أو للالتفات من الخطاب للغيبة وأحيانا لتقديم ما حقه التأخير أو بالعكس وأحيانا بسبب انتشار الضمائر أو تعدد المراد من اللفظة الواحدة وأحيانا بسبب التكرار والإسناد وأحيانا بسبب الاختصار والإيجاز وأحيانا بسبب الاستعمال الكناية والتعريض والمتشابه والمجاز العقلي فينبغي للإخوة السعداء أن يطلعوا في مبدأ الكلام على حقيقة هذه الأمور وعلى شيء من أمثلتها ويكتفوا بالرمز والإشارة في مواضع التفصيل. أسباب صعوبة فهم المراد من الكلام كلامdan yani kalomullahdan nima narsa iroda qilinyapti o'sha narsani tushunishlikdagi qiyinchiliklarni sabablari. Odatda buni Qur'onda tushunmaydi. O'zat arabchani bilmaydigan odamlarga emas, arabchani bilgandan keyin gapiradi. Nima tushunmay turaveradi, gap turaveradi. فنقول إن عدم الوصول إلى المراد من اللفظ يكون مثلا مراد كيت بار المسلك عدم الوصول إلى المراد كيت بار المسلك من اللفظ يعني اللفظ ده لما إذا دخلنا وش أنا سجيت بار المسلك يكون أحيانا بسبب استعمال لفظ غريب ناتنش بر لفظ إشكال تلقاني وش بلاد قال لك غريب مثلا كي قال غريب وقال كذا وإلاجه ما نقل معنى اللفظ عن الصحابة وجب معنى اللفظ معنى الصحابة نقل قشكي قراري صحابة نماذج شنو وش أنا أختارش كده بلاد أجر غريب so'z g'arib bizdan uzoq bo'lganligi uchun tushunmaydiganmiz sahobalar nima deb tushungan ekan deyishga majbur bo'lamiz. Masoil ahli al-ma'ani yoki boshqa ahli ma'ani lug'atlarda nima degan ekan deysa, avval sahoba lug'atini ko'rish kerak ekan. Sahoba demakki boshqa lug'atlarga qarash kerak. Va ahyonan liqillat al-ittila' ala an-nas wal mansukh. Dohida esa nasukh mansukdan xabarni kamligi uchun bo'ladi. Oyatni tushunmaydi, yemaydi nima deyapti deydi, kiz bilan tushunmaydi. Aslında nasıl masana anladı. Narif nasıl hakem, rüzki nasıl hakemdir. Bir amal kılıyorlar. Ahyana lil-gaflet an asbab-ın nuzul vaqtida asbab-ın nuzuldan g'afillik sababidan bo'ladi. Asbab-ın nuzulni bilmaydi, sabab nuzulini keyin o'zlari yuraveradi. Va ahyana bisababi hadgohida muzof hazf qilinadi yoki mavsuf hazf qilinadi. Keyin gap yopishmay qolaveradi. Avg'ayda yoki to'g'ridan boshqa qanday? Endi xolos hazf tufayli. Boshida bir qanday so'z hazf qilingan bo'ladi Qur'onda. O'sha hazf qilinganligi tufayli tushunmay turgan bo'lishi mumkin. Va ahyonan ibdoli shay'in bi shay. Gohida bir narsani o'rniga ikkinchi boshqa narsani qo'yib qo'yilgan bo'ladi. Bir so'zni o'rniga boshqa so'zni ishlatilgan bo'ladi. So'z tani shu, ibdol harfi bir harf o'rniga boshqa harf qo'ygan bo'ladi. Masalan, bin o'rniga ila qo'ygan, min o'rniga fi qo'ygan. Ism bir ism o'rniga boshqa ismda yoki fe'lni o'rniga fe'lni qo'yiladi. Boshqa fe'lni. Bir fe'lni o'rniga boshqa fe'lni ishlatadi. Keyin shu narsani nima deyapti deb tushunmay o'tiraveradi. Avli zikril jam'i maqonan mufrad yoki mufradni o'rniga jam keltirib qo'yadi. Avli akama teskarisi jam'i o'rniga mufrad keltiradi. Avli iltifot min al-khitab ila al-g'aybat yoki gap xitob muxotab bo'lib ketib oxiriga g'aybatga burilib ketib qoladi keyin. Muhammad anda ta'lamun tadribun oxiriga alamun ketib qoladi. O'sha narsa ham deydi. Boshqa shularni tushunmaydi. Yo agar arablarda odati u gohida shunaqa gapirib turib keyin xitmaga burilishlik g'aybatga burishlik istiqtaran bori zari qiyinchilsa bitib ko'tarib ketadi bo'ladi. O'sha narsa ham keyingi odamlarga shu narsani ham qiyinmoq qo'yadi. Avval arablar odatidan xabar yo'qdi buni. Aw ahyon li taqdim va haqut ta'khir gohida esa haqqi kechiktirish, haqqi keyin kerak bo'lgan narsani avvaliga keltirib qo'yishlik bilan ham bo'ladi. Aw bil aksiyon teskarisi. La fiha g'awl degan o'shanda. La fiha g'awl, la g'awlun fiha degan bo'ladi. La fiha g'awl. Va ahyonan bisabab intishor zamon gohida zamirlar tarqalib ketadi. Bu zamir qayerga borishini bilmay qoladi Qur'onda. Zamir ko'pligidan qaysini bilmay qoladi. O'sha tufayli ham gapda qiyinchilik paydo bo'ladi. Va ta'addudul murad min al-lafz al-wahida ya'ni bitta lafzdan iroda qilinadigan ma'nosi ko'pligi tufayli ham quruga o'xshagan quruq. Hayy degan ma'nosi ham bor, poklik degan o'xshagan. Qaysini murodligi bir lafzdan bittadan ortiq ma'no iroda qilinib qoladi. Ta'addudul murad min al-lafz al-wahida bir lafzdan iroda qilingan narsani bir nechtaligi tufayli ham qiyinchilik paydo bo'ladi. Gohida esa takror va gapni cho'zishlik tufayli ham qiyinchilik paydo bo'lib qoladi tushunishda. Ahyonan bisababil ixtisor val ijod, nihoyatda muxtasarlik, nihoyatda mo'jazligi sababli ham
صعوبة paydo bo'ladi. Va aynan inson iste'mol kinoyat va ta'lil va mutashabih va majaz al-aqli gohida esa kinoyani ishlatadi. Kino ishlatadi. Ta'rif nimagadir shama qilinadi. Gohida mutashabih oyat ishlatiladi, gap ishlatiladi yoki majoziy aqli ishlatiladi. Majaz haqiqatda ishlatiladi, haqiqat so'z ishlatilmasa, balki majaz ishlatiladi. Qo'shma ma'noda bir so'z ishlatiladi. Fayanbaghi lil ikhwati as-su'ada demak baxtli birodarlarga lozimki ayyattaligu fi mabda'il kalam ala haqiqati hadhihi al-umur. Gapni boshlanishidan oldin mana shu ishlarni bilib olishimiz kerak. Mafhum nima? Sababini bilganlar nima? Bundan o'rniga bundan keltirib qo'yish qaror bo'ladi, o'shani to'g'ri gapirib beraman deydi. Va ala shay'in fi amsalatiha. Va bir narsalarga ular xabar topishlari kerak. Uni misollardan. Uni misollardan ham o'zini ham bilish kerak, uni misollardan ham bitta narsani bilib ketish kerak. Va yaktafu bir ramz va ishorat fi mawadi' tafsil. Keyin tafsilot o'rniga kelganda, keyin ramzga, ishoraga kifoyalanaveradilar deb. O haligindan deb qo'ysa tushunaveradi. Odam atbiyda bitta qoidasini aytib turib, misol aytib qo'ysa, u haligindan deydi. Tafsilot o'rniga kelganda